Meni tanlaydigan bo'lsang, birinchi o'rinda rashk nimaligini tushunib olishing kerak. Qayerga borishing, kim bilan borishing, hammasi men nazoratim ostida bo'ladi. Ba'zida Telegramingni yoki Instagramingni tekshirib turishim mumkin. Qayergadir borganingda dumaloq video yuborishing yoki ro'mol o'rashing meni xursand qiladi. Ishga keladigan bo'lsak, ishlamaganing ma'qulroq, lekin o'zing xohlasang va meni rashk chegaralarimga to'g'ri keladigan birorta ish bo'lsa, men qarshi emasman. Eng asosiysi bu seni kiyinishing. Boshqalar senga yomon ko'z bilan qarashini xohlamayman. Ha aytgancha, yana balki bizga ham navbat berarsan. Ke. Marhamat. Nima qilasan? Gapni ko'paytirib, undan ko'ra uyga qamab qo'yaman-da, to'g'rimi? Xullas, yaxshi qiz, endi meni eshit. Agar meni tanlaydigan bo'lsang, ishon, o'zingni qafasdagidek tasavvur qilmaysan. O'zing yoqtirgan ishda ishlashing mumkin. Xohlagan joyingga borishing mumkin. Deyarli xohlagan joyingga borishing mumkin. Kiyinishingga keladigan bo'lsak, jonim, yarashganiniki, boshqalar xohlaganicha qarasin. Boshqalar senga qarab, menga havas qiladi. Bilasanmi nimaga? Chunki sen menikisan. Xullas, kommentariyani ochib qo'ydik. Agar men bunga o'xshagan abuzer, uyga qamab qo'yadigan rashkchi tentakni tanlaydigan bo'lsangiz, bir raqamini yozib qoldiring. Menga o'xshagan takoy krasavchik tanlaydigan bo'lsangiz, 2 raqamini yozib qoldirishingiz mumkin. Ha aytgancha, yana bir gap. Videoga like bosishni esdan chiqarmang, chunki ushbu video 50 mingta like yiqqandan keyin men bu aqlli sizlarga rashk bilan ishonchsizlikning farqini tushuntirar ekan. Xullas, like da ahamiyati yo'q. Eng muhimi, videoni ko'rish uchun ketkazgan vaqtingizga rozi bo'ling. Rahmat kattakon.